Bu darsimizda yangilanish sozlamalarini ko'rib chiqamiz. Parametrga kiramiz. Обновление и безопасность turibdi, kiramiz. Qaranglar, bizada eslangda bo'lsa biz o'chirib qo'ygandik обновлениeni. Agar обновление yoniq bo'lsa, proverka qilsalaring, yangi обновление chiqarib beradi. Shu yerdan настройка qilib sizlar yuklab olsalaring bo'ladi. Endi tak bizga kerakli joylarimiz hozir butonda yo'q. Bizga kerak joyimiz восстановление. Ya'ni biz bir kun oldin yoki 2 kun oldin ishlasak, agar bugun narsamiz o'chib ketib qolsa, восстановление qilsak bo'ladi. Bu aktivatsiya. Windows'imizda aktivatsiyasi. Bu ham bizga uncha hozir muhim emas. Ya'ni asli bu kerak, lekin biz hozir ko'proq crack versiya foydalanganimiz uchun bu joy bizga muhim emas. Poisk устройство bu ham muhim emas. Atak bular ham bizga uncha kerakli joylar emas. O'zi asosan bitta mana shu, keyin восстановление ikkalasi muhim bizga.